farmonlariga muvofiq ishlar tashkil etilmoqda Olmazor tumanida. Bu bo'yicha o'sha ishchi guruh tayinlandi. Sanoat korxonalari, ishlab chiqarish korxonalari va qurilish hududlaridagi holatlarni ishchi guruh yordamida birgalikda o'rganishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari Olmazor tumanida o'sha yashillikni kengaytirish borasida Yashil makon milliy loyihasida daraxtlar, ya'ni o'sha manzarali uzoq yillik daraxtlar ekish ishlari olib borilmoqda. Farmonga muvofiq o'sha yashil hududlarni kengaytirish ishlarini o'sha kerakli hududdan o'sha Olmazor tumanidagi o'sha eng ma'qul o'sha sug'orish palivlari bor, sug'orish palivlari o'rnatilgan tartibda daraxtlar ekish ishlari olib borilmoqda. Bu daraxtlar Yashil makon platformasiga kiritilib, muhofaza choralari ko'riladi.